Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan qatlamlarni yaratish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga demak ArcCatalog ilovasi yoki ArcMap ilovasining ichida joylashgan katalog paneli oynasi yordamida yaratishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu Argis dasturi ta'minotini ArcCatalog ilovasi aynan qatlamlarni yaratish va ularni tahrirlash uchun mo'ljallanganligi sababli mana shu katalog ilovasida yaratishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga mana ma'lumotlar bazasini o'tgangi darsimizda ko'rib o'tgandik yaratilish jarayonini. Ana shu ma'lumotlar bazasini ustiga sichqoncha o'yin tomonini bosib yangi va mana future dataset hamda future class. Future classimiz demak bizga mavzuli qatlamni beradi. Shuning uchun mana shuni bosamiz va bossak mana bu oyna ochilgan bo'ladi. Bu oynadan name'ga qatlamning nomi, misol uchun chiziqli obyektlar. E'tibor bering, bunda albatta name yacheykasiga so'zlar orasini tag chiziq bilan ajratib ketish kerak bo'ladi. Haqiqiy obyekt nomini esa aliasga yozishingiz mumkin. Misol uchun bu name yacheykasida tutuq belgi, tinish belgi yoki probel shu kabi simvollarni qabul qilmaydi. Mana bu yerga esa barcha turdagi simvollardan foydalanib yozishingiz mumkin bo'ladi. Obyektlar mana bunda tag chiziq, bunda demak oddiy probel. Type chiziqli bo'lganligi uchun demak line ni tanlaymiz va delete tugmasini bosamiz. Bu yerda koordinata to'rini tanlab qo'yamiz. Vertikalniy bo'yicha ham tanlasangiz bo'laveradi buning ichidan. Hozircha tanlamaymiz, delete tugmasini bosamiz. Mana bu atributni jadvalda demak obyektimizda nomi turishi kerak. Turi chiziqli obyekt bo'lganligi uchun uni uzunligi bo'yicha xarakteristikasini kiritishimiz mumkin. Shuning uchun bularga shu yozuvlarni yozib chiqamiz. Va bularning tipi demak nom text harfida bo'lganligi uchun text yozamiz, ya'ni harflar bilan ifodalanganligi uchun text yozamiz. Nomi ham xuddi shunday. Endi uzunligi bu qiymat, misol uchun 1 kilometr, 2 kilometr shu kabi qiymatlar kiritilganligi uchun double ni tanlaymiz. E'tibor bering, mana bu nomi yacheykasini tanlaganimizda mana bu jadvalchada maksimal kiritish mumkin bo'lgan simvollar soni 50 ta deb yozilgan. Endi agar bizning nomimiz uzunroq bo'ladigan bo'lsa, bu yerga 50 emas, yana bitta nom qo'shib 500 ni 500 ga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va finish tugmasini bossak, bizga mana chiziqli obyektlar degan yangi qatlamimiz yaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.